Uyum joyimni ilgili bo'lar ekan-u. Srochniy narxda Yunusobod C5 shahar markazidan 99 kvadraturali tayyor novostroykamiz chiqdi. Bu joyimizda akamiz srochniy pul kerak bo'lganiga $155,000 dan baholayaptilar. Kelinglar endi birin-ketin uyimizni aylanamiz, o'zingizlar baho berasizlar. Mana bu joyga maza qildim, ayollarimiz sevadigan oshxona. Ayollar havas qilib, niyat qilgan bo'lsangiz, yo'qsa deb bitta like bosib qo'yinglar. Mana bu yerda zavtrak qiladigan joyi. Bu tomonni maza qilib mehmonlarni kutib olsanglar bo'ladi. Kreslo, divan, TV zonalarigacha bor ekan. Ko'tirning kachorlarni ham arzonchisini ishlatmabdilar. Hamma sharoitlari bor. Endi sekin bu yoqqa o'tamiz. Uyimiz to'liq dizaynerskiy proyekt asosida remont qilingan. Mana bu joylariga maza qildim. Даже biralarigacha akamiz mehri o'zigacha berib qo'yibdilar. Boshqacha mana bu yerda kravachlari, mebel texnikasi, xullas gap bo'lishi mumkin emas. Bu joyimiz Yunusobod C5 orientir metro minor. Mana oldida 80-maktab bor ekan, u yoqda bilasizlar, kazo insonlarning farzandlari o'qiydi. Buni bilgan biladi. Xullas, keyingi xonasiga o'tamiz. Bu yoq tomonida alohida hojatxonasi va dushovoylari bor, shkaflari bilan. Endi farzandlarimiz uchun alohida bu yoqda xona qilib qo'yibdilar, ko'rasizlar. Hamma sharoitlari bor. Bu joyimiz 7 qavatli domi 7-etajda joylashgan, kadastr hujjatlari bor. Narxi 155 ming. Qiziq bo'lsa, pastda uy egalari nomerini videosida qoldiramiz. Aytgancha, bu videoni shahar markazidan arzonroq novostroyga qidirib yurgan insonimizga tashlab qo'yinglar, foydali bo'ladi. Charchab qolmanglar.